$62.500 mana shu xonadonni sizlar xarid qilib olishingiz mumkin. Keling, boring. Nech pul dedingiz, to'g'risini ayting? 70 ming dedim. 70 ming deydilar, 62.500 kelishtirib qo'ydi. Uchta qurilgan o'sha. Qanday kelishlari bilan bittasi sotilib ketdi, ikkita qoldi. Voy, gap yo'q. Bitta obzorini ko'ringlar sizlar. Xo'p, kirganimizda ko'rishingiz mumkin. Gap yo'q lekin qo'lisi ham kichkina emas, katta bo'ladi. Bu yerda tashqariga sanuzel, podvallargacha polni travertik qilib beriladi. Men olib kelayotganim sababi bitmasdan oldin sotilib ketyapti deb bu yerda zalimizda bor ko'rishingiz mumkin. Kengina qilingan. Xo'p, bu yerda bitta detskiyimiz joylashgan ko'rishingiz mumkin. Juda chiroyli orqaga havolangan joylariga tashlab ketilgan. Bu yerda spalnimiz bo'ladi. Havolangan joylarni ko'rishingiz mumkin. Hop, eng sizlarga katta bonusi mana bo'ladi. Kuxonniy mebelni sizlarga bonus qilib berishyapti. Bu yerda panoramli oynalar bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Hop, bu yerda sanuzelimiz bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Bu xonadonimizni lakasiz keladigan bo'lsa, Yangi Toshkent postidan Toshkent tumaniga kirganimizda 6 kilometrmi kiriladi. Kimga qiziq bo'lsa, mana shu pastga nomer telefon qilib $62.500 baraka qilib olsanglar bo'ladi.